273 ming yurgan Tracker avtomobili keldi, cheklari yonib qolgan, mashina bitta silindr ishlamagan holatda fitirlab ishlab turibdi. Kompyuterga solgan vaqtimizda diagnostikada bir qancha muammolarni chiqargan. Asosiy bitta muammosi 2101 рабочий xarakteristika drossini zaslonka bo'yicha chiqarib bergan. Tracker avtomobillarida har 50 ming kilometrda zaslonkasi to'lib qolmaydi, chunki bular zaslonkasi teskari turadi. Hech qanaqa to'lish holati bo'lmaydi. Ham turbo kompressor bo'lgan hisobiga ancha nagar yig'ishi kamroq bu mashinada. Avtomobilning aybini hozir videoning oxirida ko'rsatamiz, nimadan chiqqanini. Avtomobilimiz tayyor bo'ldi. Bunda bo'lgan muammosi mana bu drossini zaslonkalari ketgan. Mana bu plata tomonni ham ochish ancha muammo, chunki bitta ochgandan keyin qaytib yig'ish problema qiladi. Shuning uchun bu Tracker avtomobilimizga yangi zaslonka zakaz qildik. Zaslonkalarni ustanovka qilib berdik. Mana zaslonkalari yangi qo'yildi. Avtomobilni endi bitta zavod qilib tekshirib ko'ramiz. Zavod qiling. Avtomobilimiz zavod bo'ldi. Diagnostikada ham dvigatel qismida hech qanday ошибкасы qolmadi. Mashinani bir gaz berib ko'ramiz, ishlash holatini. Cheklari ham o'chgan, boshqa hech qanday tablolarda muammolari yo'q. Bu holat birinchi marta bo'lgan yo'q. Tracker 10X avtomobillarda shu probegga yaqinroqda drossini zaslonkasi almashtirish holatlari bo'lyapti. Shu probegga yaqinroq yurgan Tracker 10X tanishlarga bemalol jo'natib qo'ysalaring, manfaatli video bo'ladi degan umiddamiz.